Hammaga salom. Demak, UBS Space o'sha kutilgan olovli yarim finalga yetib keldik. Ikki jamoa a'zolari bosh hakam Abdulloh Alijonov Space dan boshlab ko'rishamiz. Oq libosda Space jamoasi Bobur Mirzayev, Anas Abdulaziz, Ulug'bek Rashidov, Isoqov darvozada va Habiyev himoyada o'z o'rnida, shuningdek Habibullayev ham tarkibda. UBS jamoasi o'tgan turda g'alaba qozongan, aynan yarim finalga ishonchli tarzda yo'l olgan UBS jamoasi Ibragimov sheriklari Azimbek ham tarkibga yetib kelmoqda. Hozircha jamoada Shoruh Ibragimov, Fazliddin Qurmonov, Nasibov ham formada. U o'tgan turda chiroyli gol muallifi bo'lgan. Yana ikki o'yinchi ham UBSda jalb etilgan jamoaga. Demak, Space jamoasi to'pni o'yinga kiritib beradi. Sharh, kamera, hamma narsa bizda tayyor. O'yinchilar o'z joyini egallab olsa, biz ruxsat bilan matchga start beramiz. Demak, boshlandi. Boshlab berishmoqda. Ketdi to'p Habiyevda. Islombek 4-raqamda ekranlaringizni bunyodga chap tomonda harakat qilinadi. Yonda qopni bosgan joyga qarang. To'g'ridan to'g'ri harakat qilib ko'rdi Rashidov. Chiroyli to'g'rilab olmoqda. Anasxon 5-raqamda Abdulaziz harakat qilmoqda. Baland bo'yli imkoniyatlar to'g'rilab ham yaxshi Mirzayev o'zi harakat qiladi. To'g'ridan to'g'ri qaytadi to'p. Kutilganidan yuqori tempda boshlamoqda Space ham UBS ham. Hujum ikkinchi fazada Anasxon Luka o'zi yakka holatda UBS ning hujumini ta'minlashi anglanib bormoqda va 100% aniqlashib bormoqda. Rashidov driblingda tezlik bilan Mirzayev darvoza tomon o'tib turib Habiyev to'g'ridan to'g'ri Islombekdan gol ko'rishingiz mumkin edi. Biroz noaniq yo'llanmoqda to'p. Lukaga hatak bo'lmagan ekan, o'yin davom ettirilmoqda. Hakam vaziyatni aynan Sistok bilan to'xtatmaguncha. Seyf! Yana seyf Isoqov, yana zarba. Nima bo'ldi hozir? 3 ta aniq hujumli skandal. Hech qanday, ya'ni qaytarildi Isoqov. Kontakt. To'g'ridan to'g'ri, yana Nasibov. Rashidovni himoya vakillari blok qo'yib to'xtatishmasa, uning darvozabonga yo'llayotgan o'qlari qiyab qo'yishi mumkin UBS himoyachilarini. Yana hozir yetib keldi. Boya ta'kidlagan edik, mana kuchli pas bo'lmoqda. Ikkinchi raqam Anasxon o'tani ko'rdi, lekin o'tmayapti. Shoruh Ibragimov yaxshi tayyor vaziyatda, ikki variant bor. Islombek taklif to'p o'tdi, naqafatga to'g'ri urdi. Gladiatorlarcha harakat qildi Isoqov. Qaytib. Jamoadoshlarining qo'l tashlashini kutmoqda. 3-seyf Isoqovdan. Ham yaxshi patkat tashlagan edi, ammo Ibragimov epchiroq harakat qilgan. Bu to'pni olib o'tdi. Hozir Rashidov yaxshi o'tadi bilan. Uning gavda va o'sha nima deydi, freestyle bilan munosabati, to'pni boshqarishi juda ham hozir Habibullayev burchakdan Rashidov rikoshet hosil qilishga harakat qildi. Yana bir bora hozir qo'lga kontakt bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri, chunki masofa borasida, o'yinchining egallagan o'rni borasida xavf yo'q edi. Aynan Nasibov o'zini himoya qildi yoki tabiiy holatda turgan edi olmaymiz. Hakamning ruxsatini kutishi kerak bo'ladi albatta Space o'yinchilari. Albatta original futbolda ko'rganmiz, Ronaldinholar o'zidan o'zi tepib qoladi, lekin baribir reglament va star borasida hozir hakam o'zini shtagini chalishga ulgurishi kerak. Shundan keyin Habibullayev amalga oshirib berishi mumkin bo'ladi. Chap oyog'i ham xavfli Habibullayevning, asosan ishchi oyog'i o'ng oyoq bo'lsa-da qoldirildi. 3 burchak hosil qilib olishgan. Ajoyib qoldirib bermoqda Bobur Mirzayev. Klass ko'rsatildi. Yana devor uslubida Habibullayev to'p qaytmoqda. Omad kelmoqda. Deyishimiz mumkin. Mirzayev yana qaytmoqda. Qanday vaziyat ko'ryapsizlar? To'g'ri uchishda ham bunday video ko'rmagansiz azizlar. 10 ta shtanga ko'rdingiz bugun Space'dan. Yana Mirzayev o'zi kuchaytirdi bosimni Bobur Mirzayevdan to'g'ridan to'g'ri urinish. 8-zarbasi Bobur Mirzayevning bugungi o'yindagi. Ba'zi qoidalardan muomala bo'lishi mumkin. Qoldirdi, chalg'itildi. Darvozabonning chalg'ib qolishi yana o'zi to'g'rilamoqda xatoni Bobur Mirzayev zarba berdi. Men Instagramda bug bo'tdi. Qolgandan ularga. Texnik xato. Qayt hozir yon qanotda Mirzayev Rashidovning pasini Bobur Mirzayev oxiri ko'rgan aytmoqda, uning 9-zarbasi va hisobni ochuvchi golga o'zi mualliflik qilmoqda Bobur Mirzayev. Xatolar bo'lmoqda va Space yana bir qulay vaziyatga chiqib borishi mumkin. Rashidov uzun pas o'zi tayanchiqda kelmoqda, 14-hududga variantlar bor qanotda. Nima qiladi Mirzayev? Pas ketma-ket va save ko'rmoqdamiz yana darvozabondan. Yuqori bo'lgan, ammo jamoada boshqa figuralar ham yaxshi ko'rsatishgani uchun o'zlarini, misol uchun Habibullayev qanday hozir chap oyog'ida chiroyli vaziyat guvohi bo'ldik. Chap oyoqdagi chiroyli trayektoriya va Isoqovning yaxshi sakrashi to'p tomon. Kuzatuvchilarimiz so'rashgan edi, har xil laglar bo'lyaptimi efirda deb. Mana hozir ishladi bizda efir va omad yana kelmoqda UBSga.
Hozir qandaydir muhokamali vaziyat bo'lmoqda. Aynan Bobur Mirzayevga kontakt bo'ldi to'g'ridan to'g'ri. 8-daqiqa o'tib bormoqda ikkinchi taymda, umumiy o'yinning 33-daqiqasi. Pas o'tkazib berilmoqda markaz tomonidan qanday xato, bo'shliq va hujumchi zonasi qoldirib berildi. Nasibov to'xtatdi. Trayektoriya bilan kelganligi uchun biroz to'xtash olmoqda Mirzayev. To'g'rilab oldi muvozanatni va Habibullayevga qaytarib berdi. Ikki variantlar bor yonida. Habibullayev o'zi ta'minladi Rashidovni. Chalg'itish, ikki o'yinchi Habibullayev yana to'singa tegmoqda to'p. Faqat ishlaga boring. Space o'yinchilarining bugungi o'yindagi asosiy zarbalari ustun va to'singa tegmoqda. Hisoblash, eslatib yuborishni so'rayotganlar uchun. Space jamoasi hozircha g'alaba qozonmoqda. Yaxshi. Iragimov markazni to'liq to'xtatdi Anasxon. U so'nggi variant, ya'ni zaxira varianti sifatida zarba ham yo'llab qolishi mumkin mana shunday Abdulazizov. Oyoqning ortki qismi bilan hozir Anasxonga jamoaviy ruhda o'ynamoqda. Space o'tdi to'p Mirzayevga. Mirzayev tashqi tomonga yo'llab qo'ymoqda hisob uchun. Bobur Mirzayev. Birinchi, Maqsum birinchi. Ajoyib yo'llamoqda Habibullayev. Anchadan beri nomini tilga olmagan edik, chunki Space anchadan beri zarba o'tkazmadi darvozasi tomon. Ibragimov to'p maydonda. Chap oyog'ida. O'tilmoqda. Yana bir bor. Yana bir marta gol urmoqda Ibragimov. Hisob qisqarmoqda. Desak hisob 4-1. Tushunadi. Har bir kasar, ya'ni har bir teginishda qandaydir kreativ o'ylab topishga harakat qilmoqda Space o'yinchilari. Rashidov 14-hududdagi ikki o'yinchiga qarshi chap oyoqda to'g'ri. Rashidov. Bo'shliqlar bor, markazda tanlab bermoqda, Nasib xato qilmaslik kerak. Prisli Bobur Mirzayev bor, ikki variantlar yonida Nasib qiladi, ikki variant kirgan tanlab chap oyoq bor. O'ng oyoqda yo'llash qaror qilmoqda. UBS. Maydonga kiritib beradi yon chiziqdan yaqin masofadagi ikki sherigi darvozabonni tanlaydi. Ichkariga pas yo'laydi hozir. To'g'ridan to'g'ri tegib kirib bormoqda Isoqovga. Nasibov. Davay. Yo'lladi. Hisob 5-2. Qoldirilgan to'pni o'zi ikkinchi faziga olib ketdi. Chalg'itdi. Shunday masofada Nasib qo'yib tegmadi. To'p o'yin davom ettiriladi. Habibullayev to'p bilan statistika borasida yuqorilashga to'pga egalik. Hozir qanday chiroyli o'tishdi? Aldash mumkin. Darhol boshmoqda. Gol chiqib hozir Habibullayev to'p Rashidov o'z o'rnida yo'lladi darvozabon. Yana kerak bo'lsa hamma yerimda qaytaraman demoqda UBS darvozaboni. Romanka borishmoqda jamoalar. Ko'ramiz. Shu hisobda yakunlaydimiz. Uzoq masofada to'g'rilab olib yo'llab berdi. Egalladi Habibullayev. Ikki masofa orasidan pas xato bo'lmoqda. Qurbon sangladi Habibga qarshi. Ikki masofada yiqilib zarba yo'llab